Antikorrupsiya agentligi Ozodbek Nazarbekovni to'yda pul olgani uchun jazolashni taklif qildi. 5-avtoparkda yong'in. Toshkentdagi avtoparkda avtobus butunlay yonib ketdi. O'zbekistonda bolaga ota ismini familiya sifatida foydalanishga ruxsat berilishi mumkin. Toshkent shahar birligi. Assalomu alaykum. Ariza qabul qildim. Nima bo'ldi? Donald Trump ustidan. Toshkentda Donald Trump ustidan 102 ga shikoyat qilgan erkak jarimaga tortildi. Ariza qabul qiling. Afrosiyob, Sharq, Nasaf va O'zbekiston poyezdlari chipta narxlari 15% ga oshiriladi. Assalomu alaykum. Daryo jamoasi e'tiboringizga yana hafta dayjestini taqdim etadi. Poyoniga yetayotgan hafta davomida yurtimizda yuz bergan muhim voqealar tahlili bilan studiyada men Zebinso Saparboyeva. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning to'yda qo'shiq kuylab, mehmonlar qo'lidan pul olayotgani aks etgan video tarqaldi. Tasvir jamoatchilik e'tiroziga va foydalanuvchilarning turli baholariga sabab bo'ldi. Video yuzasidan Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi Vazirlar Mahkamasiga murojaat qilib, davlat xizmatchilarining odob axloq normalari buzilganini qayd etgan. Agentlik vazirni intizomiy javobgarlikka tortish masalasini ko'rib chiqishni hamda unga qonunchilik talablariga qat'iy rioya etish zarurligi bo'yicha ogohlantirish berishni taklif qilgan. Agentlikka ko'ra, amaldagi qonunchilikka binoan davlat xizmatchilari pedagogik, ilmiy va ijodiy faoliyatdan tashqari boshqa haq to'lanadigan faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin emas. Shuningdek, ular xizmatdan tashqari vaqtda ham davlat xizmatining nufuziga putur yetkazishi mumkin bo'lgan xatti-harakatlardan tiyilishi lozim. Madaniyat vazirligi ham ushbu holatga nisbatan o'z pozitsiyasini bildirgan. Idora matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, video vazirlik xodimlaridan birining to'y marosimida olingan bo'lib, vazir ushbu vaziyatni oldindan rejalashtirmagan. Shuningdek, vazirlik to'y marosimlarida san'atkorlarga pul berish amaldagi qonunchilikda taqiqlanmaganini ta'kidlab, buni milliy urf-odatlarning bir qismi sifatida baholagan. Ozodbek Nazarbekov nafaqat vazir, balki taniqli xonanda ham bo'lib, mazkur holatni uning ijodiy faoliyati bilan bog'liq vaziyat sifatida ko'rish lozim deyiladi rasmiy munosabatda. Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi esa davlat xizmatchilarining xulq-atvori va axloqiy mezonlariga rioya etilishi kelgusida ham qat'iy nazorat qilinishini ma'lum qilgan. Toshkent shahridagi 5-avtobus saroyi filiali hududida avtobus yonib ketdi. Holat aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. 5-avtoparkda yong'in. Toshshahar Transxizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, yong'in 13-yanvar kuni soat taxminan 02:03 larda 2018-yilda ishlab chiqarilgan MAN A22 CNG rusumli avtobusda yuz bergan. Avtobus saroyi filialining navbatchi nozimlari tomonidan zudlik bilan 101 qisqa raqamga soat 02:10 da qo'ng'iroq qilinib, yong'in haqidagi xabar berilgan. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi o't o'chirish bo'linmasi soat 02:20 da filial hududiga yetib kelgan va yong'in soat 02:40 da to'liq bartaraf etilgan. Mazkur avtobusga biriktirilgan 10 yillik ish stajiga ega haydovchi ushbu avtobusda 101-sonli yo'nalishda harakatlangan bo'lib, 12-yanvar kuni soat 04:16 da navbatchi mexaniklar tekshiruvdan o'tib, avtobusni texnik soz holatda 05:33 da filial hududidan olib chiqqan hamda yo'nalishda qatnovlarni to'liq bajarib soat 22:00 larda yakunlagan. Shundan so'ng haydovchi Davron sifatli gaz mas'uliyat cheklangan jamiyati gaz quyish shoxobchasiga borib, avtobusga gaz quydirgan va soat 23:29 da filial hududiga qaytib kelib, avtobusning eshiklarini yopgan holda safga qo'ygan. Qayd etilishicha, yong'in oqibatida jabrlanganlar yo'q. Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi boshqarmasi e'lon qilgan suratdan avtobus butunlay yaroqsiz holga kelganini ko'rish mumkin. Hozirda yong'inning kelib chiqish sabablari o'rganilmoqda. Oila kodeksining 69-moddasiga otaning ismini bolaga familiya sifatida berish bo'yicha qo'shimchalar kiritish taklif etilmoqda.
O'zbekistonda bolaga ota ismini familiya sifatida foydalanishga ruxsat berilishi mumkin. 13 yanvar kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasida Oila kodeksiga o'zgartirish kiritishni nazarda tutuvchi qonun loyihasi birinchi o'qishda qabul qilindi. Loyihaga ko'ra 69-modda to'ldirilib, bolaga otaning ismini familiya sifatida berish imkoniyati yaratiladi. Adliya vaziri o'rinbosari No'man Muhammadiyevning aytishicha, amaldagi tartib fuqarolarning e'tirozlariga sabab bo'lib kelmoqda. Xususan, bolalar uyda ulg'aygan yoki otalik huquqidan mahrum qilingan shaxslar o'z farzandlariga otasining ismini familiya sifatida berishni istamayapti. Shu bois tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarga tez-tez o'zgartirish kiritilmoqda. Qonun loyihasi milliy an'analarga mos kelishi va fuqarolarga qulaylik yaratilishi kutilmoqda. Toshkent shahar prezidenti, assalomu alaykum. Ariza qabul qildim. Nima bo'ldi? Donald Trump ustidan. Nima qildi? Donald Trump ustidan deyman. Donald Trump ustidan? Ha? Donald Trump bizning davlatda yashamaydi. Shu ariza qabul qiling. Toshkentda Ichki ishlar bo'limining 102 qisqa raqamga qo'ng'iroq qilib, Donald Trump haqida xabar bergan erkak jarimaga tortildi. Daryo sud hujjatlari bilan tanishdi. Aniqlanishicha, 1988-yilda Andijon viloyatida tug'ilgan Shahrixon tumanida yashovchi fuqaro 2026-yilning 6-yanvar kuni mast holda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining 102 qisqa raqamga qo'ng'iroq qilib, AQSh prezidenti Donald Trump hamda Oq uyga nisbatan chora ko'rish haqida yolg'on mazmunda xabar bergan. Ushbu qo'ng'iroq orqali maxsus xizmatlarni asossiz ravishda jalb qilishga urinilgani qayd etilgan. Holat yuzasidan surishtiruv olib borish maqsadida ichki ishlar organlari xodimlari ushbu shaxsni ichki ishlar boshqarmasiga chaqirgan. Biroq u dastlab ichki ishlar xodimlarining qonuniy talablarini bajarmagan. Sud majlisida fuqaro aybiga to'liq iqror bo'lib, voqea sodir bo'lgan paytda mast bo'lgani, qo'ng'iroq chog'ida nima deganini aniq eslay olmasligini aytgan va pushaymonligini bildirgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudi qarori bilan ushbu shaxs ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 199-moddasi, ya'ni maxsus xizmatlarni qasddan aldab chaqirganlik bilan aybli deb topilgan. Unga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorida, ya'ni 1,236,000 so'm jarima jazosi tayinlandi. Afrosiyob poyezdlarining chipta narxlari yana oshiriladi. O'zbekiston temir yo'llari 2026-yil 1-fevraldan boshlab yuqori tezlikda harakatlanuvchi Afrosiyob elektropoyezdlarining chipta narxlari 15% ga oshishini e'lon qildi. Bu texnik xizmat va ehtiyot qismlar, elektr energiyasi hamda ekspluatatsiya xarajatlarining ko'paygani, xavfsizlikni ta'minlash va xizmat sifatini xalqaro standartlar darajasida saqlash zarurati bilan izohlandi. Yangilangan tariflarga ko'ra, Toshkent-Samarqand yo'nalishida chiptalar 311,000 so'mdan 709,000 so'mgacha, Toshkent-Qarshi yo'nalishida 429,000 so'mdan 976,000 so'mgacha, Toshkent-Buxoro yo'nalishida esa 509,000 so'mdan 1,138,000 so'mgacha etib belgilandi. Shuningdek, Sharq, Nasaf va O'zbekiston yo'lovchi poyezdlari chiptalari ham 15% ga qimmatlashdi. Ob-havo ma'lumotlari bilan tanishtiramiz. O'zgidromet 18-25 yanvar kunlari uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, hafta boshida respublikaning ayrim hududlarida qor yog'ishi kutilmoqda. Qoraqalpog'iston va Xorazmda asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo saqlanadi. Faqat 21 yanvar kuni ba'zi joylarda qor yog'ishi va tuman tushishi mumkin. Buxoro va Navoiy viloyatlarida 21 hamda 25 yanvar kunlari ayrim hududlarda qor yog'ishi ehtimoli bor. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida 21 yanvar kuni yomg'ir va qor kuzatilishi mumkin. Qashqadaryo va Surxondaryoda 21-22 yanvar kunlari yog'ingarchilik bo'lishi, vodiy viloyatlarida esa asosan yog'ingarchiliksiz ob-havo saqlanishi prognoz qilinmoqda. Tog'oldi va tog'li hududlarda vaqti bilan qor yog'adi. 18-19 yanvar kunlari qor ko'chishi xavfi mavjud. Yanvar oyining 3-10 kunligida respublika shimolida kechasi havo harorati 15-20 darajagacha sovishi mumkin. Bu hafta davomida sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan eng muhim xabarlarimiz shulardan iborat edi. Oqimdan chetda qolmang, Daryo bilan birga bo'ling.